Jiyan bilasan, men itdan qo'rqaman. Ani olib kelgan apchatning hovlida g'alat qiliqlar qilib yuribdi, o'zicha sakrab, saltalab yuribdi. Jiyan, qatta kelgansan bu apchatchani. Tezroq kel, men yuragim yorilib ketadi, deyapti. Jiyan, Bruslining shogirdimi bu, iting bilmayman. Qattasan, tezroq kel, kasopat. Mana. Ha, basharing, men seni topdim ha. Yaxshi, mana o'sha ko't. Endigina yaxshi hayot kechiraman deganda atrofingda ko't bachalar paydo bo'ladi. Senga aytaykan, bitta muhim masala bor. Qo'sh gapirgan. Men uylanishga qaror qildim. Endi nima? Qizim topildi. Bitta shart qo'yibdi-da. Aniq-ku. Yo mana deysiz, yo pishak dedi yo'q. Onasini ismi qaysi ko'rdan? Agar rozi bo'lsang, seni shunday olib pishaklar uyiga topshirib o'rmoqchiman. Nima deysan? Gapir qani. Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Baribir seni kimdir bir kun boqib oladi. Mazza qilib uyiga shataloq otib yashaysan. Shunaqa jam bo'lar ekan. Xotin bilan yashash mazza bo'ladi-da. Uylanmaysan. Urush shart emas-ku. Padaringga la'nat it. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Birinchi qildimmi men birovga?